Bu qo'yni yungini olmoqchimiz. Endi buni yungini olgunimizcha mana qo'lini bunday qilib o'tkazib qo'yamiz. Mana bu vaqtinchalik. Qo'l qiynalsa o'zi tipirchilaydi, chiqib ketishga harakat qiladi. Lekin qiynalmaganligi uchun mana jim yotibdi. Uzoq borsa 10 minutga bormasdan bu chiqib ketadi bu holatdan. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi biz buni bu holatda yungini ola olmaymiz. Mana bu moslama bilan yungini olamiz. Bo'yniga qo'yib olamiz. Bo'ynida. Endi shunda o'tkazib qo'ysak bo'ldi. Yotaveradi. Mana shu holatda yungini olsak bo'ladi. Endi bu tipirchilagan taqdirida ham bu hech qayerga chiqib keta olmaydi. Yotaveradi.